Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. Yangi to'lovlar, ya'ni 20 million so'm, 60 million so'm va 300 ming so'm atrofidagi pul mablag'lari kimlarga tegishli? Kimlar olishi mumkin? Kimlar kutib o'tirmasligi kerak va eng asosiy savol, keyingi to'lovlar qachon bo'ladi? Men bu masalani oddiy tilda, lekin aniq va ekspert sifatida tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni puldan, imtiyozdan yoki ariza berish muddatidan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar har bir oila uchun kerak bo'lishi mumkin. Avvallari ko'pchilik to'lovlar bo'yicha ma'lumotni mahalla orqali, tanish bilish orqali yoki bank kartasiga pul tushgandan keyingina bilardi. Ya'ni odamlar menga pul tushibdi, demak ro'yxatda bor ekanman deb xulosa qilardi. Kimga tushmagan bo'lsa, u ko'pincha sababini ham bilmasdi. Hujjat yetishmadimi, daromad yuqori deb chiqib qoldimi, ro'yxatga kirmadimi? Ariza topshirilmaganmi yoki tizimda xatolik bormi? Mana shu noaniqlik eng katta muammo bo'lgan. Hozir esa tartiblar asta-sekin raqamlashtirilyapti. Ko'p to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Oila tarkibi, rasmiy ish joyi, daromad, pensiya yoki nafaqa olayotgani, bolalar soni, nogironlik holati, bandlik holati, hatto ayrim hollarda mol-mulk va transport vositalari ham inobatga olinadi. Bu yaxshi tomoni shuki, ayrim yordamlar adolatliroq taqsimlanadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Tizimdagi bitta eski ma'lumot yoki noto'g'ri kiritilgan raqam sababli odam haqiqatan ham muhtoj bo'lsa ham to'lovdan chetda qolishi mumkin. Bugun gap ketayotgan 5 million, 6 million va 300 ming so'mlik to'lovlar atrofida ham aynan shunday savollar ko'p. Odamlar bu hammaga beriladimi? Faqat kam ta'minlanganlargami? Ishsizlarga ham bormi? Bolasi borlarga beriladimi? Pensionerlar oladimi? Keyingi o'yini tushadimi deb so'rashmoqda. Men shu savollarga bosqichma-bosqich javob beraman. Asosiy qism 20 million so'm, 5 million so'm va 300 ming so'm nimani anglatishi mumkin? Birinchi navbatda bir narsani aniq tushunib olaylik. Har qanday to'lovning nomi, manbasi va huquqiy asosi bo'ladi. Masalan, 5 million so'm bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. 6 million so'm muayyan toifadagi fuqarolarga kompensatsiya yoki qo'llab-quvvatlash puli bo'lishi mumkin. 300 ming so'm esa oylik qo'shimcha yordam, kompensatsiya. Bola puli tarkibidagi qo'shimcha yoki ma'lum xizmat uchun qoplama bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam faqat summaga qarab xulosa qilmasligi kerak. Qo'shnim 2000 million oldi, demak men ham olaman degan yondashuv noto'g'ri. Qo'shningizning oilaviy holati, daromadi, bolalar soni, mahalladagi ro'yxati, arizasi va hujjatlari siznikidan farq qilishi mumkin. 1 million so'mlik to'lov ko'pincha bir martalik yordam sifatida qabul qilinadi. Masalan, oila og'ir ahvolda bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, uy-joyi ta'mirtalab bo'lsa, davolanish xarajati chiqib qolgan bo'lsa yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj deb topilgan bo'lsa, unga bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Bunda pul doim hamma oilaga bir xil berilmaydi. Ba'zida 10 ming, ba'zida 1 million, ba'zida 20 million so'm bo'lishi mumkin. Miqdor oilaning real ehtiyoji, mahalla yoki tegishli tashkilot xulosasi, ajratilgan mablag' va tasdiqlangan tartibga bog'liq. Endi 6 million so'mlik to'lov haqida gapiraylik. Bu summa oddiy kundalik yordamga nisbatan katta hisoblanadi. Shuning uchun bunday to'lov odatda aniq maqsadga bog'langan bo'ladi. Masalan, ayrim toifadagi fuqarolarni ish bilan ta'minlash, kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikni boshlash uchun subsidiya, uy-joy sharoitini yaxshilashga yordam, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun reabilitatsiya vositalari xarajatini qoplash yoki boshqa ijtimoiy dastur doirasidagi mablag' bo'lishi mumkin. Bunday pul shunchaki kartaga tashlab qo'yiladigan sovg'a emas. Ko'p hollarda maqsadli ishlatilishi, hujjat bilan tasdiqlanishi yoki ma'lum shart bajarilgandan keyin ajratilishi talab qilinadi. 300 ming so'm esa kichikroq, lekin muntazam yoki kompensatsion xarakterga ega bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim oilalarda bola parvarishi, kommunal xarajatlar, oziq-ovqat, yo'l xarajati, dori-darmon yoki boshqa zarur ehtiyojlar uchun kichik miqdordagi qo'shimcha yordam bo'ladi. Lekin yana takrorlayman. Aniq nomini bilmasdan bu pul hammaga beriladi deyish noto'g'ri. Har bir to'lovning alohida sharti bor. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Agar oilada daromad juda past bo'lsa, rasmiy ish yo'q bo'lsa, bolalar ko'p bo'lsa, nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, yolg'iz ona yoki yolg'iz ota bo'lsa, boquvchi yo'qotilgan bo'lsa,
davolanishga katta xarajat ketayotgan bo'lsa. Bunday oilalar albatta o'z holatini tekshirtirish kerak. Chunki ko'pincha yordam o'z-o'zidan kelmaydi. Siz murojaat qilmasangiz, hujjat topshirmasangiz, holatingizni tushuntirmasangiz, tizim sizni muhtoj deb ko'rmasligi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar oilada bir nechta rasmiy daromad manbai bo'lsa, er-xotin ishlasa, oila daromadi belgilangan mezondan yuqori bo'lsa, nomingizda qimmat mol-mulk yoki avtomobil bo'lsa, siz avvaldan boshqa turdagi nafaqa yoki subsidiya olayotgan bo'lsangiz, sizga aynan shu to'lov berilmasligi mumkin. Bu sizga hech qachon yordam bo'lmaydi degani emas. Lekin aynan muhtojlik asosidagi to'lovlarda daromad va mulk holati katta rol o'ynaydi. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, oilada ona va 3 farzand bor. Ota doimiy ishda emas. Oyiga ba'zida 20 million, ba'zida 20 million so'm topadi. Bolalarning biri maktabda, biri bog'chada, biri hali kichik. Agar bu oilaning rasmiy daromadi past bo'lsa va hujjatlari to'g'ri bo'lsa, ularga ijtimoiy nafaqa, bola puli yoki bir martalik yordam ajratilishi mumkin. Lekin ular mahallaga bormasa, ariza bermasa, oilaviy holatini tasdiqlamasa, pul tushishini kutib o'tirish noto'g'ri. Ikkinchi misol, pensioner ota-ona yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa shaharda. Pensionerning pensiyasi bor, lekin dori-darmon xarajati ko'p. Bunday holatda 300 ming so'mlik kichik kompensatsiya yoki bir martalik moddiy yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin pensioner mening pensiyam bor, menga yordam berishmaydi deb o'ylamasligi kerak. Agar davolanish xarajatlari, nogironlik holati yoki yashash sharoiti og'ir bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak. Uchinchi misol. Yosh oila tadbirkorlik boshlamoqchi. Eri ishsiz, ayoli uyda, kichik farzandi bor. Ular 6 million so'mlik yordam haqida eshitdi. Bunday oilaga pul berilishi uchun ular odatda maqsadni ko'rsatish kerak. Masalan, tikuv mashinasi olish, issiqxona qilish, kichik xizmat ko'rsatish faoliyatini boshlash, asbob uskuna xarid qilish. Bunda menga pul bering, o'zim bilaman deyish yetarli emas. Reja bo'lishi kerak, ariza bo'lishi kerak, ba'zan bandlik bo'limi. Mahalla yoki boshqa mas'ul tashkilot xulosasi kerak bo'ladi. 4-misol, oilada daromad yaxshi, lekin ular ham 1 million so'm hammaga berilyapti deb eshitgan. Bunday vaziyatda ular ariza bersa ham rad javobi kelishi mumkin. Chunki ijtimoiy to'lovlarning maqsadi hammaga teng pul tarqatish emas, balki ehtiyojmand qatlamni qo'llab-quvvatlashdir. Agar tizim oilaning daromadini yetarli deb topsa, rad etilishi tabiiy. Bu yerda xafa bo'lish emas, tartibni tushunish muhim. Endi eng muhim nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, ro'yxatda bo'lish pul avtomatik tushadi degani emas. Ba'zilar mahalla daftarida bor edim, nega pul tushmadi deb so'raydi. Daftarda bo'lish, ijtimoiy reyestrda bo'lish yoki muhtoj deb tan olinishi turli jarayonlar bo'lishi mumkin. Ba'zi yordamlar uchun alohida ariza talab qilinadi. Ba'zi yordamlar uchun komissiya xulosasi kerak. Ba'zi to'lovlarda mablag' ajratilishi navbat asosida bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat bank kartasi muammosi. Pul tasdiqlangan bo'lishi mumkin, lekin karta faol emas, bank rekvizitlari noto'g'ri. Karta muddati tugagan yoki karta boshqa odam nomida bo'lsa, to'lov kechikadi. Shuning uchun har doim o'z nomingizdagi bank kartasini tekshiring. Ayniqsa, SMS xabarnoma ulanmagan bo'lsa, odam pul tushganini ham bilmay qoladi. Uchinchi nozik jihat, oila tarkibi. Tizimda sizning oilangiz tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, farzandingiz boshqa manzilda ro'yxatda qolgan, turmush o'rtog'ingiz bilan yashamayapsiz. Lekin hujjatda birga ko'rinyapsiz yoki aksincha bir uyda yashaydigan odamlar alohida oila sifatida ko'rsatilmagan. Bunday holatlar to'lovga ta'sir qiladi. Chunki yordam hisoblanayotganda oiladagi odamlar soni va umumiy daromad ko'riladi. 4-nozik jihat, rasmiy daromad. Ba'zan odam men ishsizman deydi, lekin tizimda u rasmiy ishda ko'rinadi yoki u allaqachon ishdan ketgan, ammo ma'lumot yangilanmagan. Natijada oilaning daromadi bor deb chiqadi va yordam rad etilishi mumkin. Bunday holatda avval ish beruvchi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinganini tekshirish, soliq va bandlik bazalaridagi ma'lumotni aniqlashtirish kerak. 5-nozik jihat, yolg'on ma'lumot berish juda xavfli. Ba'zi odamlar daromadim yo'q deb yozsam pul olaman deb o'ylaydi. Lekin bugun ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Agar ataylab noto'g'ri ma'lumot berilsa, yordam rad etilishi, keyin berilgan pul qaytarilishi talab qilinishi yoki boshqa huquqiy oqibatlar bo'lishi mumkin. Men har doim shuni maslahat beraman. Bor holatingizni to'g'ri ko'rsating. Haqiqatdan muhtoj bo'lsangiz sizga asos topiladi.
Yolg'on esa ertami kech muammo chiqaradi. 6 nozik jihat. Falon sanada hammaga tushadi degan xabarlarga ehtiyot bo'ling. To'lovlar hudud dastur, moliyalashtirish manbasi va tasdiqlash jarayoniga qarab turlicha tushadi. Bir tumanda bugun tushishi, boshqa tumanda 3 kundan keyin tushishi, yana boshqa joyda hujjat qayta tekshiruvga ketishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga tushdi, menga tushmadi. Demak, meni chiqarib tashlashdi deb vahima qilish kerak emas. Avval rasmiy holatni tekshirish kerak. Keyingi to'lovlar qachon bo'ladi degan savolga kelsak, men buni quyidagicha tushuntiraman. Agar to'lov bir martalik yordam bo'lsa, u har oy takrorlanmaydi. Ya'ni 50 million so'm bir marta berilgan bo'lsa, keyingi oy yana avtomatik tushadi deb kutmang. Yana yordam kerak bo'lsa, holat qayta ko'rib chiqiladi. Agar 300 ming so'm oylik kompensatsiya yoki nafaqa tarkibidagi qo'shimcha bo'lsa, u belgilangan muddat davomida oyma-oy tushishi mumkin. Agar 6000 million so'm subsidiya yoki maqsadli yordam bo'lsa, u odatda tasdiqlangandan keyin bir marta yoki bosqichma-bosqich ajratiladi. Demak, keyingilari qachon degan savolning javobi to'lov turiga bog'liq. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'zingizga tegishli to'lovning nomini aniqlang. Faqat summani emas, aynan nomini biling. Bu bir martalik moddiy yordammi? Bola pulimi? Subsidiyami? Kompensatsiyami? Nogironlik bo'yicha yordam bandlik dasturimi? Nomini bilsangiz, shartini ham bilasiz. Ikkinchi qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga yoki ijtimoiy xizmat mas'ullariga murojaat qiling. Borganingizda shunchaki menga pul bering demang. Aniq gapiring. Oilaviy holatimni tekshirtirmoqchiman. Ijtimoiy yordam olish huquqim bor yo'qligini bilmoqchiman. Ariza topshirish tartibini tushuntirib bering deb ayting. Agar yordam turi bandlik bilan bog'liq bo'lsa, bandlik bo'limiga boring. Agar pensiya yoki nafaqa bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali tekshiring. Agar subsidiya bo'lsa, qaysi platforma yoki qaysi idora orqali ariza berilishini aniqlang. 3-qadam. Hujjatlarni oldindan tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, daromad haqida ma'lumot, ish joyi bor yo'qligi. Nogironlik bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat, davolanish xarajatlari bo'lsa, tibbiy hujjatlar, bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shular. 4-qadam. Ariza yozayotganda holatingizni aniq va tushunarli yozing. Masalan, oilamizda 5 kishi yashaydi, 3 nafar farzandim bor. Turmush o'rtog'im doimiy ish bilan band emas. Oylik daromadimiz taxminan falon so'm. Farzandim davolanishga muhtoj. Ijara yoki kommunal xarajatlarimiz bor deb yozing. Qancha aniq yozsangiz, mas'ullar holatingizni shuncha to'g'ri baholaydi. Umumiy gaplar, masalan, ahvolim yomon degan jumla yetarli bo'lmaydi. Raqam, fakt, hujjat kerak. 5-qadam. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Og'zaki gapga ishonib ketmang. Ariza raqami, qabul qilingan sana, kim qabul qilgan, qachon javob bo'lishi haqida ma'lumot oling. Agar elektron ariza bo'lsa, skrinshot saqlang. Agar qog'oz ariza bo'lsa, nusxasiga qabul qilingan belgini qo'ydiring. Keyin hujjatim yo'qolib qolibdi degan muammoga duch kelmaysiz. 6-qadam, rad javobi kelsa sababini so'rang. Ko'pchilik rad javobidan keyin to'xtab qoladi. Aslida esa rad sababini bilish juda muhim. Daromad yuqori chiqdimi? Oila tarkibi noto'g'rimi? Hujjat yetishmadimi? Bank rekviziti noto'g'rimi? Agar sababni bilsangiz, uni tuzatish imkoniyati bo'ladi. Masalan, tizimda eski ish joyingiz ko'rinayotgan bo'lsa, ma'lumotni yangilatasiz. Farzandingiz oila tarkibida ko'rinmayotgan bo'lsa, ro'yxatni to'g'rilatasiz. Hujjat yetishmasa, qo'shimcha topshirasiz. 7-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Yaxir 10 million chiqarib beraman. 6 million subsidiya olib beraman. 300 ming oylik to'lovga qo'shib qo'yaman deb pul so'raydigan odamlar uchrashi mumkin. Rasmiy to'lovlar pora yoki xizmat haqi evaziga berilmaydi. Agar kimdir sizdan oldindan pul talab qilsa, bu juda xavfli signal. Hujjat topshirish tartibi rasmiy bo'lishi kerak. Sizning pasport ma'lumotlaringiz, bank kartangiz paroli, SMS kodi hech kimga berilmasligi kerak. Ayniqsa kartangizga pul tushiramiz, SMS kodini ayting desa, darhol to'xtating. SMS kodini aytish kartadagi pulingizni yo'qotishga olib kelishi mumkin. 8-qadam. Oiladagi barcha ma'lumotlarni yangilab boring. Farzand tug'ilsa, nikoh yoki ajrim bo'lsa, manzil o'zgarsa, ishga kirsangiz yoki ishdan chiqsangiz, nogironlik guruhi belgilanganda yoki muddati uzaytirilganda.
Bu ma'lumotlar to'lovlarga ta'sir qiladi. O'zi bilib qolishadi deb kutmang. Davlat bazalari ba'zida kech yangilanadi. Siz esa o'z manfaatlaringizni o'zingiz kuzatishingiz kerak. Yana bir muhim tavsiya qo'shningiz, qarindoshingiz yoki Telegramdagi noma'lum xabarga qarab qaror qilmang. Rasmiy manbani tekshiring. Mahalla davlat xizmatlari markazi, tegishli vazirlik yoki idoraning rasmiy sayfasi, ishonch telefoni orqali aniqlang. Chunki noto'g'ri xabarlar odamlarni asabiylashtiradi, navbatlarda ortiqcha sarson qiladi va ba'zida firibgarlarga yo'l ochadi. Men ko'p ko'radigan yana bir holat bor. Odamlar pul tushmagandan keyin 1 oy, 2 oy kutadi. Keyin kelib, nega menga berilmadi deydi. Aslida esa ariza muddati allaqachon o'tgan bo'ladi yoki hujjat vaqtida topshirilmagan bo'ladi. Shuning uchun kutish emas, tekshirish kerak. Agar siz haqiqatan ham muhtoj bo'lsangiz, bugunoq harakat qiling. Eng kamida mahallaga borib, oilaviy holatingiz ijtimoiy reyestrda qanday ko'rinayotganini aniqlang. Xulosa qilib aytsam, 5 million va 300 ming so'mlik to'lovlar haqida gap ketganda, eng muhim narsa summaning o'zi emas, balki to'lovning turishi sharti, hujjati va muddati. Bir martalik yordam har oy tushmasligi mumkin. Oylik kompensatsiya belgilangan davrda davom etishi mumkin. Subsidiya esa maqsadli va hujjat asosida beriladi. Kimlar xavotir olishi kerak? Daromadi past, ijtimoiy himoyaga muhtoj, bolali nogironligi bor. Davolanish xarajati katta yoki ish bilan ta'minlanmagan oilalar. Kimlar ortiqcha umid qilmasligi kerak? Daromadi yetarli, shartlarga tushmaydigan yoki hujjati to'liq bo'lmaganlar. Keyingi to'lov qachon bo'lishi esa sizning qaysi dasturga kirganingizga bog'liq. Shuning uchun bugun birinchi ish sifatida to'lov nomini aniqlang, hujjatlarni tekshiring, ariza holatini bilib oling va bank kartangizni nazorat qiling. Agar sizga pul tushgan bo'lsa, qaysi hududdan siz va qancha tushdi? Izohlarda yozing. Agar tushmagan bo'lsa, qaysi muammo bo'layotganini ham yozing. Keyingi efirda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqini himoya qila oladi.